Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz va muhtaram mu'min musulmon birodarlar, aziz hamyurtlar. Mana sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da didorlashib, suhbatlashib turar ekanmiz. Bunga Parvardigorimizga har qancha shukronalar aytsak oz. Bizni dinimizda muomala, munosabatda bo'lish shunday bir tartibga solinganki, buni yuksak bir darajalarga ko'tarilib, odob, madaniyat maqomiga chiqarilgan. Aynan savdo qilishlikda ham rioya qilishlik kerak bo'lgan qoidalar bilan bir qatorda savdoning odoblari ham bayon qilingan. Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhu shunday degan ekanlar: savdo ilmida faqih bo'lmaganlar bozorimizga kirmasin. Ya'ni savdoni qoidasini bilmagan, halol haromni ajrata olmagan odam o'zini ham, o'zgalarni ham gunohkor qilib qo'yishligi mumkin ekan. Mana shunday e'tiboridan Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhu mana shunday so'zlarni aytgan ekanlar. Buyuk mushtahid imomlarimizdan Imom Muhammad rahmatullohi alayhni huzurlariga bir necha nafar kishilar kelib, zuhud haqida kitob yozmaysizmi deb so'rashgan ekan. Zuhud deb dunyo demasdan, nafsini kuyiga tushmasdan, halollik bilan, taqvo bilan hayot kechirishlikni aytadi. Shunda Imom Muhammad rahmatullohi alayh savdo kitobini yozib qo'yganman-ku deb javob bergan ekanlar. Chunki savdodagi qonun qoidalarga rioya qilishlik bilan inson zuhudni, ya'ni dunyo demasdan, taqvo bilan, halollik bilan, to'g'rilik bilan hayot kechirishlik maqomiga erishar ekan. Ha azizlar, mu'min musulmon banda mana shunday bo'lar ekan. O'zini foydasidan ko'ra o'zgalarning foydasini ko'zlar ekan. Mana shu dunyodagi qilayotgan amali bilan oxiratni izlar ekan. Unga berilgan imkoniyatdan foydalanib, Robbisini roziligini topishlik ilinjida turar ekan. Buyuk sahobalardan bo'lgan Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu ta'ala anhu Madina-i Munawvaraga borgan vaqtlarida menga Madinani bozorini ko'rsatib qo'yinglar deb bozorga kirdilar. Va u kishi halollik bilan, to'g'rilik bilan shundoq savdo qildilarki, u qilgan kasbi bilan juda ko'p foyda topdilar. Va ana shu zotga Parvardigorim shundoq bir ulug' baxtni ato etdiki, asharai mubashshara, ya'ni tiriklik vaqtlarida jannatiyligi bashorat qilingan 10 nafar sahobalarning birlariga aylandilar. Ha azizlar, savdogar halollik bilan, to'g'rilik bilan, o'zgalarning haqqiga xiyonat qilmasdan, savdosida yolg'on aralashtirmasdan savdosini yurgizsa, albatta u uchun ulug' mukofotlar bor. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadis shariflarida halol tijoratchi payg'ambarlar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi. Qiyomat kunida Arshi a'loning soyasida bo'ladi degan hadis shariflari bor ekan. Parvardigorim mana shunday hamyurtlarimizni qilayotgan xizmatlarini Allohim qabul aylab, ajr va mukofotlarini ko'paytirib bersin.